Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. Ba'zi bir quloqlar o'zgaruvchan bo'lar ekan. Birovning dardi yoki hidoyatli so'zlar uchun igna teshigidek torayib, fosiq gaplar uchun darvozadek kengayib ketar ekan. Olg'a. Biz senga ishonamiz. Lekin ich-ichimizdan mag'lubiyatingni kutamiz. Hurmat bilan, do'stlaring. O'rtoqlar, bizga qolmaydigan dunyo ichida bizga qoladigan gunohlar orttiryapmiz. Afsus. Xo'p, kimning gaplariga maza qildingiz? Asadullo, Malika yoki Akmal? Izohlarda javoblaringizni yozing.